Bugungi kunda Namangan viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun Namangan suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan kuz-qishga tayyorgarlik bo'yicha talagini ishlar amalga oshirildi. Xususan, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan Namangan suv ta'minotida ham ishlar amalga oshirildi. Xususan, moddiy texnika bazalarini yaratish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik qilish bo'yicha zaxira omborlari yaratish ishlarini amalga oshirildi. Bugungi kunda Namangan suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan xizmat ko'rsatuvchi 14 ta filiallarimizda barchasida kuz-qish shtablar tashkil qilingan. Bundan tashqari viloyat hokimimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan shtablarga xodimlar biriktirilgan, muntazam 24/7 tartibda ish olib borilmoqda. Navbahor Quyoshxona, Navbahor Jiyda, Navbahor 01ga aloqaga. Birinchi 6-nji agregat 5 mavsumda ishlayapti. Ikkinchi, 5-chi agregatlarimiz zamirada kanalimiz to'lib turadi. Hozirda yaxshi o'zgarishlar yo'q ekan. Shundan qabul aloqaga. Navbahor Jiyda, Navbahor 01ga aloqaga. Namangan suv ta'minoti AJ tasarrufidagi shahar tuman filiallar 24/7 rejimda dispetcherlik xizmat tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda muntazam ravishda ish olib borilmoqda. Undan tashqari, shahar tuman kuz-qish shtablariga ham xodimlar biriktirilgan. Hozirgi kunda viloyat bo'yicha 24 ta nosozlikdan ta'minlash brigadalari tashkil etilgan bo'lib, 225 ta ishchi xodim, 70 ta maxsus texnikalar jalb etilgan. Zaxira omborimizda zadevishka kerak bo'lsa, har xil turdagi 100 lik, 50 lik, 80 lik zadevishkalarimiz mavjud. Bundan ko'zlangan xomutlarimiz tayyor. Uzilgan trubalarimizni ulash uchun muftilarimiz, elektrod, texnik nasoslarimiz ishlab turish uchun texnik solidol, pachimliklari, hamma narsa shu jihozlarimiz shu omborimizda mavjud. Dispetcher xizmatimizga kelib tushgan avallarni tezkorlik bilan bartaraf etish uchun har turdagi jihozlarimiz mavjud.